Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz urush paytida kerak bo'ladigan mexanizmni o'rganamiz. Birinchi bo'lib bizga dispenser kerak, elektronik fakl, keyin yana g'ana suv bir paquet. Hozir tushuntirib beraman. Endi qo'yamiz. Bu yerdan buni olib turib hop bizga keyin redstone kerak bo'ladi. Bizga tugmacha ham kerak bo'ladi. Tugmachani olganimizdan so'ng qo'yamiz va TNT kerak bo'ladi. Aslida ustidan qo'yib chiqsa ham bo'ladi. Yana bosganimizdan so'ng bomba va portlar. Hozir havoda portlab ketdi. Endi shunday mexanizm bilmaysizmi? U nima bilay.